Kelajak orzulari yo'lida xorijga o'qishga borgan Anvar yoshlik qildi-yu bir umrga jiddiy kasallikni yuqtirib oldi. 2008-yilda shu Rossiya davlatiga o'qishga borgandan keyin 1-2 so'm topish uchun kechqurunlari shu mardikorchilik bilan ishlardim. Bir rus ayol bilan tanishib qoldim. U bilan 1-2 kun yurdim. Keyin men uyga taklif qildi u bilan jinsiy aloqa qildim. Oylab yashadim u bilan. Keyin 4 yildan keyin men Buxoroga qaytdim. Uylanish uchun polikliniga qon topshirdim. 1-2 kun o'tgach, u analiz javob chiqqandan keyin meni OITS markazidan telefon qilishdi. Telefon qilgandan keyin senga OIF virusi bor deb aytishdi doktorlar. Ushbu xabar Anvarni esankiratib qo'ydi. Go'yoki hayoti tugab zimistonga aylangan edi. OITS markazi shifokorlari va psixologik yordam tufayli yana yashashga intilishi ortdi. O'z xohishi bilan hayotini qat'iy tibbiy nazorat ostida virus yuqtirgan boshqa qiz bilan bog'lashga qaror qildi. Turmush qurdim. Mana hozir men 2 ta farzandim bor. Farzandim sog'lom, men xotinim bilan shu doimiy shu OITS markazidan dorilarni ichib yuramiz. Qolganlarga aytamanki, shu o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tsa, qancha erta shu aniqlansa, o'zlariga yaxshi bo'lardi. OIF infeksiyasi asosan jinsiy yo'l bilan yuqishi haqida yaxshi bilamiz, ammo boshqa holatlar ham bundan mustasno emas. Layloning qismati esa bunga misol. Men jinsiy aloqa hech narsa qilganim yo'q. Faqat stomatologga, go'zallik salonlariga 2 marta ginekologga qatnaganman. U yerda borib sterilni bo'lmagan ko'p marotaba ishlatiladigan anjomlardan foydalanganligim uchun qaysi yo'l bilan yuqqanini bilmayman. Bugungi kunda OITS markazlarida virusga tekshirish usullarining takomillashgani, zamonaviy va tezkor usullarning joriy qilingani kasallikni o'z vaqtida aniqlash imkonini bermoqda. Buxoro viloyati bo'yicha statistikaga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 2023-yil 1-noyabr holatida 1700 ga yaqin OIF infeksiyasi bilan ro'yxatga olingan shaxslar yashayotgan bo'lib, 23-yil 10 oy yakuni bo'yicha 59% aniqlanganlarning 59% holati erkaklarning 41% holatlarda ayollarni tashkil qilmoqda. Jinsiy yo'ldan tashqari tibbiy va maishiy xizmatlardan foydalanish jarayonida virusni yuqtirish mumkinligini inobatga olsak, tez-tez tibbiy ko'riklardan o'tish maqsadga muvofiqdir. Zero har qanday kasallikni erta bosqichda aniqlanishi, davolanish, oldini olish va uzoq umr ko'rish imkonini beradi.